Yine sırada bize programma koyganımıza paşti 1 yıl bolup bardy. 10 aydan ötdi programma koyganımıza. Programmany koymasdan eldingi halatymız bany täsəvvür etip bolmaydy. Programmadan keyinki halat bilen burunki halatyny. Çünki deftere spisk etilen, bir gelingen klient yarım setlep, 1 setlep ham kap gitken. Hesaplash uchun keyin narx-navolar boýunça 2 yıl 3 yıl narx satılgan. Bir narsalara narx yazılmasa şagirdlerimiz arzarak aytıp berip, asli kımmat bolup, hazır şu narsalar yetim bolgandan, ama 1 yıl narxda satadı, 1 yıl skikka berledi. Defter qarzdorlik boýunça, bizde qarzdorlik eng muammoly narsamiz edi. Qarzdorlikka yazgan vaqtimiz ham so'ridon adamimiz ham yo'q edi. Qarzdorlikka yozib beraver edik-da. Bunday narsalar uchot yo'q. 3 yıl 4 yıllik klientlar ham qarzlari bor ham bo'lgan. Hozir endi programma o'tirganimizdan keyin kimcha so'm qarzi bor, necha odam qarzi bor, muddatlari belgilanib beriladi-ku. Shu muddati belgilangan vaqtida bizni soобщение ham yuboradigan ko'pmiz. Bizlar bir ustunlik tomoni ostatkamizni endi 90% yaqin yutibdi. Kamskan narsa, ko'p narsalar shu bo'yicha zakaz bersak ham bo'ladi. Ostatka bo'yicha ko'rib. 10 paçkada yatgan narsa üstüne ham gelip gelmedi yo'q. Narx-navolari bo'yicha bundan bir yil narxda alamiz. Bir yarim vaqtlari narx qimmatdan bo'lishi mumkin, arzonlar bo'lishi mumkin. Shu kompyuter sistemasida bilinadi hammasi. Qimmat arzon bergan sirasi bilinadi. Belki telefonda shu palasini olamadi yoki qimmatladi deb o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Mana ostatkamizda turgan narsalar ham shu bahasi yangi narxda bo'ladi.